Hozir bu yoqqa avatar qalamchalarimizni bo'ylab ketirib, mana shu yerga ko'mib qo'yganmiz hozir. Mart oyi bo'lgani uchun martga havola isib bu qalamchalarimiz hozir ko'karib qolmasligi uchun soyaga olib o'tamiz, salqin joyga. Bitta o'zimni qo'lim bilan kesib olganman. Mana avatar qalamcha olganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Qalamcha avatar chiqdimi? Avatar hosil berdimi? Yozib qo'yinglar kommentariyaga. Men o'zim namlarni, payvandliklarni 0.5 dan 0.8 qalinlikgacha millimetr diametrgacha qilganman. Tanlab. Qalinlari mana отдельно bo'lgan bu. Qalinlari ko'chat qilish uchun. Avatar ko'chatlari kimga qimmatli qilayotgan bo'lsa, avatar qalamchalardan ko'chat qilsinlar. Mana avatar qalamchalari ham arzon, ham ishonchli. Olib, o'zingiz ko'chat qiling. O'zlaringiz avatar qilinglar, O'zbekistonga avatar ko'paysin. Mevasi juda ham zo'r, ta'mi ham yaxshi, uzum xaridorligi ham yaxshi, dunyo talabi ham zo'r, mayizga ham juda dahshat. Xudo ko'rsatmasin, karantin holatiga bo'lib qolayotgan paytga ham, misol uchun Toyfa, Husayn uzumlarni agar bozorga chiqarmasangiz, eksportga chiqarmasangiz, u bankrot bo'ladi. Lekin avatardan qilinadigan mahsulotlar, mayizni 1 yil, 2 yilgacha ham kerak bo'lsa saqlasangiz bo'ladi. Mayizi ham juda ham zo'r bo'ladi. Mana. Keyin buni mana o'zi ko'rsaman. Holati. Mana u ichida ko'rsaman mana. O'chmana qirib ko'rsaman, yam-yashil turibdi. Xohlaganingizni ko'rsatishim mumkin. Ishonch bilan aytaman-da, o'zim kesganim uchun buni kesib ko'rsatishim mumkin. Uchlargacha. Mana. Qarang. Yaxshimi? Ko'rinish. Avatar qalamchalar. Keyin. Mana qalamcha olganlar, ko'chat olganlar, kommentariyaga yozinglar. Kimlardir ko'chat yo qalamcha olayotgan payt aldanmaydi. Avatar deb boshqa navt olib kelmaydi. 2-3 yil umrlari, kutganlari, mehnatlari, vaqtlari zoyi ketmaydi. Avatar deb olgan narsalar avatar chiqadi. Bu yoqdan, u yamamizdan bu yoqqa ketirdik. Bu yamamiz kuzga ketirib ko'mib qo'ygandik u yoqqa. Takliflar bo'lgani uchun, zakazlar bo'lgani uchun mayga, aslan beri mayga va iyul oylariga ko'karib ketmasligi uchun, tabiiy holatda saqlanishi uchun bu yamamizni tayyorlab bu yoqqa ko'maygan bo'lamiz. Hozir bu narsani tushuntirib o'tamiz. Bu qalamchalarimiz u yoqqa qolsa, issiq joyga qolayotgan bo'lsa, kurtak uyg'onib qoladi. Uyg'ongandan keyin bu payvand qilib bo'lmaydi. Payvandlikka yaroqsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun biz buni tabiiy holatda uxlatishga harakat qilamiz. Tabiiy holatga. Tinim davrini cho'zib yuboramiz bunga, sun'iy cho'zamiz. Bu uchun biz bu yamamizni qayerdan tanladik? Quyosh tushmaydi, doim salqin bo'ladi. Yoz kuniga ham salqin turayotgan joylaringizda qilsalaringiz bo'ladi sizlar ham. Hozir mana qalamchalarimizni raxlashni boshlaymiz. Uch yil oldin bitta avatar qalamchasi 100 dollar edi. 3 yildan keyin $1 tushdi. 3 yilga 100 barobar arzon edi. 3 yil oldin bitta kurtagi
40 ming 50 ming so'm edi bir dona kurtagi. Mana shu bitta kurtagi bo'lsa, shuncha pulga baholanadi. Shuni qadrlab, bitta kurtagi bo'lsa edi, bitta kurtakchasini qadrlab biza shu narsa miyamizga o'tirib qolgan, o'zimizga avatar bog' bo'la turib, mana buni kesayotgan paytlari qoldiqchalarni ham mana xaltalarga qo'yganmiz. 2025-yil 7-mart kuni mana shu avatarlarimiz shunday holatga turibdi. Bu qalamchalarimizni muzlatgichlarga qo'ymasdan tabiiy holatda iyul oyigacha sifatini saqlagan holatda saqlashni tushuntiramiz hozir. Bu kuzga kesib kelingan yamamizga tashalganda u yamamizga ko'karib ketmasligi uchun, mana hozir bahor keldi, ko'karib ketmasligi uchun hozir biz iyul oyigacha saqlash uchun boshqa yama tanladik. Bu yamamiz quyosh tushmaydigan joydan tanladik. Keyin buni chuqurligini 1,5 metr kavlab qalamchalarimizni shunday qo'ydikki, mana hozir ko'mganimizdan keyin ko'milgandan keyin yerdan 1,5 metr pastga turishi kerak sovuqqa. Chunki yerda usti issiq bo'ladi. Bu issiqqa ko'krab ketishi mumkin. 3 yil oldin mana shu bitta qalamcha $100 edi. Kimda xabar bo'lsa, kommentarlarga yozinglar agar adashayotgan bo'lsam. $100 edi. Undan keyingi yil 200 ming, 150 ming, 250 ming atrofga yurdi. Mana o'tgan yil 70 ming, 50 ming, 40 ming shu atrofga tushdi. Mana bu yil biza 15 ming so'm, 10 ming so'mdan ko'p olaykolarga beramiz. Ko'p olaykolarga. Hammasini olaykolarga yo'q, hammaga kam-kamdan taqsimlash maqsadiga. Bir kishiga hammasi bergandan ko'ra hammaga kam-kam berishni biza ma'qul ko'rdik. Keyin o'sha buni $100 vaqtidan biza qalamchasini bitta kurtakchasi 200 minggacha bo'ladi. Keyingi yil bitta qalamchani bitta kurtakchasi 50 ming so'mgacha mana shu qanaqacha edi? Deylik. Mana shu ikkita kurtak bo'ladi mana. Mana shu kurtak 100 minggacha sotiladi mana shu. Shuni biza o'sha paytdan qadrlab, chunki bu bitta qalamcha, mana shu bitta kurtak. Mana shu bitta kurtak, bitta tokni navini o'zgartirib yuborib biladi-da, mana shu bitta qalamcha, bitta kurtagi. Biza buni kuzga kesayotgan paytimiz, bu qalamchalarni kesayotgan paytimiz mayda-maydalari chiqib qolsa, ularni ham o'tarmasdan отдельно mana qoplarga qo'yib saqlab kelyapmiz. Faqat obunachilarimizga buni qalamchalardan beramiz. Mana qalamchalarimiz Xudo xolasa hammaga yetadi. Bugungi videomizda 10 ta guruhga tarqatgan o'sha obunachimizga 50 ta qalamcha tekin. Xohlagan joylariga bizga screenshot qilib tashlaylar. Xohlagan Qoraqalpoqqa desalar, Qoraqalpoqqacha yetkazib beramiz kerak bo'lsa. Qo'shdi. Mana bu taraflarga ham mana bu yerga ham hammasi avatar qalamchalar. Avatar qalamchalar bu faqat nestandartni bo'lgani uchun 40 sm bo'lmagan, 25, 26 sm, 15 sm bo'lganlarni olganmiz. Endi juda ham maydalanib olmaganmiz. Mana hammasi qarang. Mana shu 25 bo'lsa kerak. Mana bu bitta qalamchaga chiqmaydi uchun shuni o'ziga ham kimlardir 4-5 kurtak so'raydi mana. Lekin mana shuni ko'ramiz. Mana qopdan olingan qalamchaning nechta kurtak ekan? 1 2 3 4 5 ta. 6 ta 7 ta kurtak. Mana shuni o'ziga 7 ta kurtak bor. Bemalol bog'laringizni ko'kartirsalaringiz bo'ladi. Ana endi iyul oyigacha buni tabiiy holatga saqlash uchun nima qilish kerak? Mana yamamizga qalamchalarni qo'ydik. Qalamchalarning ustidan mana bu qoplarimizni qo'ydik, mayda qalamchalarni. Navbat bizning asosiy iyulgacha nima tabiiy saqlab berayotgan narsa mana bu. Bu nima? Bu o'sha oddiy suv. Buni muzlatilgan, o'sha xaladelikka, o'sha muzlatgichga qo'yib muzlatilgan oddiy o'sha 1,5 litrlik baklashkalarga kim qanaqa qilsa oddiy muz. Bu lekin asosiy vazifani shu bajaradi. Bu o'sha haroratni orqaga qaytarib turadi. Eski vaqtlarga erta bahor kelib qolsa, fevral oylariga daraxtlar gullashni boshlagan paytiga o'sha muzlarga olib daraxtlarning tagiga ko'mib chiqqanlar. Keyin 10 kun, 15 kun daraxtlarni
uyg'onishini kechiktirgan. Buni eskilarimiz yaxshi biladilar. Xuddi o'sha usulni biz uzun qalamchalarimizga qilamiz. Shu qalamchalarimizni atrofiga mana har yerlarga qalamcha baklashkalarni tashlab chiqamiz. Ana endi buni ustini ko'mib tashlaymiz. Mana oddiy tuproq bilan ko'mildi. Hech narsa bir afsona joyi yo'q. Faqat bu qalamchalarimizni hozir qo'ygan ishimiz aprelda isib ketgan vaqtigacha amal qiladi. Havo qancha isigan sarin 10 kunga bir baklashkalarimizni muzini almashtirib turishga to'g'ri keladi. Baklashkalarning muzlari 10 kunga havo isigan paytiga erib bitadi. Lekin o'sha eriyotgan vaqtga 10 kunga orqaga qaytarib biladi. O'sha harorati bilan 10 kunga orqaga qaytaradi, har 10 kunga orqaga qaytarib turasiz. Bu oddiy mehnatimizni yuksak qadrlab, qo'llab-quvvatlab turganlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hali 2025-yil, xudo xolasa bizlarni kuzatib tursalaringiz, juda ham yangi ma'lumotlarni aytamiz. Uzum haqidagi hamma ma'lumotlarni bilganlarimizni aytib, bilmaganlarimiz so'zlardan so'rab aytib, shu maqsadimiz nima? O'zbekiston uzumchiligini rivojlantirish, uzumdan tirikchilik qilayotgan bog'bonlarimizni sharoitini yaxshilash, uzumdan yaxshi daromad ko'rishga bir sababchi bo'lish. Faqat qo'llab turasizlar. Likechilar bilan podpisatsiya qilib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, sizlar shu qalamchalarni kechga saqlashda qaysi usullardan foydalanasizlar? Kommentariyaga yozib qo'ysalaringiz, biz bog'bonlarga manfaatli bo'ladi. Keyingi videolarga ko'rishguncha